Film G'ayratbek Abdulahadov tomonidan HD formatga o'zgartirildi. Bor ekan da yo'q ekan, Cholu kampir bor ekan. Cholu kampirning ikki qizi bor ekan. Nastinka suymasi ekan, Marfushka erkasi ekan. Joy. Marfushga yelkamga chivin azob beryapti, uyqusidan qolyapti. Men. Uxla canginim, uxla qizginim, uxla shiringinim. Uxla. Hello. Ay, shortim shu nima qilyapsan? Opam Marfushkaga paypoq to'qiyapman. Paypoq? O'zingiz to'qib ber deb aytingiz. Lekin to'qib bergin degan bo'lsam, ignalarni shiqillatib, uyni boshingga ko'tarasanmi? Marfushga erkamni yo'qotib yuborasan. Nahotki devor orqasidan eshitilsa? Eshitiladi, tentak. Ish bilan kuniz uxlab yurasan, tunda o'likdek uxlab qolasan. Marfushga kun bo'yi yotsa-da uxlalmadi, oromni ololmadi. O'tiq etgan tovushga uyg'onib ketishi mumkin. Mana bu yerda o'tirib to'qisang paypoq, Marfushga qizimdan bo'lasan Iroq. Sutday oydin kecha. Salqigila joy, tushundingmi? Yot! Iting ham qursin. Qo'roz qichqirishiga ikkinchisi ham tayyor bo'lsin. Agar tayyor bo'lmasa, sochini bittalab gulaman.
Japajon, o'tira tur. Menga rahim qil, bobo xo'roz. Bitishiga bir qatim qoldi. Xo'roz erkin qush emas, tonga ekin yo'q demas. Menga qara, oppoq toy. Nur taratib urma boy. Paypoqni to'qib olay. Bo'lmasa o'gay onam yong'oq chaqar boshimda. Minnatdorman, oppoq toy. Oltin xo'roz, soz xo'roz, qat'iy bo'lsin ko'p daroz. Ming rahmat, bobo xo'roz. Tugatdim. Osh sho'rtumshuq tayyor bo'ldimi? Mana. Bitgandingmi? Qorin o'chkur jodigar qurib ketgur kaltak kesak. Keyingi safar shunday ish buyurayki qilolmay o'l. Hozir mollarni sug'arib tovuqlarga dom ber. O'tin yorib hovlini supur. Japajon. Xuddi o'sha kechasi emas, kunduzi onasining yulduzi safarga yo'l olibdi. Ona nasihat aylab, baxtini tilab olibdi. O'g'lim, Yana nima deysiz? ehtiyot bo'l. Yaxshi. Onangni unutma. Xo'p, Yosh bolalarni ranjitma. xo'p, Kattalarni hurmat qil. xo'p. Ой ты, Валечка, Иван, подойди к калиточке, на мне новый сарафан, шелковые ниточки. Ваня, Ваня, погоди, подожди.
Ishlaymiz, ishlaymiz. Yeymiz, yemaymiz. Uramiz, o'ldiramiz. Ishlaymiz, ishlaymiz. Yeymiz, yemaymiz. Ishlaymiz, ishlaymiz. Yeymiz, yemaymiz. Ishlaymiz, ishlaymiz. To'xta! Qo'lga tushdingmi? Hozir biz seni ishlaymiz. Meni-ya? Ha, seni. Yaxshi, mayli shilinglar. Nega shu mahalgacha to'qmoq tushmayapti? Siz qaroqchilar oshiqmanglar. Qishga borib tushsa ham xo'p gap. Yo'q, Ha, rost. qishga borib. Qishga borib. Uyda yotish uchun qanaqa kuch kerak a? Voy, bu. Oho. Yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, evan yorug' dunyoni kezib, quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan yurtlarga borib qolibdi. Ivanushka. 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 Men bilan bekinmacha o'ynayotgan kim bo'ldi? Men. Kim? Sizmi? Ha, men. Tag'in siz sehrgar bo'lmang buvajon. Sal-pal ermak qilib turaman. Bir o'zim zerikib qoldim. Shunaqa deng. Ha, zerikyapman. Agar xo'p desang, kim o'zarga o'ynaymiz? Kim o'zarga? Men bilan a? Ha, Hazilni qo'ying, sizga bir zumda yetib olaman. yetib olasanmi? Yetib olaman. Agar yetib olsang, senga bexato otadigan kabalak sovg'a qilaman. Rozimisan? Roziman. Ivanushka.
Yetolmadik kal, yetolmadik kal. Xo'sh, yetolmading-ku. Siz yutdingiz. Barakalla o'g'lim. Tan olganing uchun va'da qilgan narsamni sovg'a qilaman. Mo'jiza-ku. Biz mo'jizasiz yashay olmaymiz. Chindan ham sehrgar ekansiz. Ivan, Nima? orqangga qayt. Nimaga? Sen eng kerakli narsani unutding. Nimani unutibman? Keksa odamga bolam rahmat aytishni unutding. Yer o'pib ta'zim qilishni unutding. Endi bir kamim hammaga ta'zim qilish qoluvdi. Ivan, Men emas, sizga ayiq polvon qilsin ta'zim. mayli Ivan, bo'pti. Sen aytgancha bo'lsin. Bilib qo'y. Menga ayiqlar ta'zim qilishadi, lekin seni bellaring qayishadi. Qidirsang bat topasan, keyin qo'y vor uchirib. Topmoq bo'lsang baxtingni, ortidan bor yugurib. uzoq umr tilaysan, sayrab kakku qushchajon, yo nazarga ilmaysan. Yetimman, yesirdirman, bu dunyoga essizdirman. Qayin o'smas quyoshsiz, yetim bormi ko'z yoshsiz? Uzoq umr tilama, o'ylab sayra kakkujon, ko'z yoshi hasratlarim hammasi senga ayon.
Yaxshimisan, yaxshi qiz? Omonmisan, go'zal qiz? Mendan qo'rqma, parilar parisi. Menga bir qiyo boq. Zora yoqib qolsam men. Xo'sh. Yoqmadimi? Sen bilan gaplashmoqqa vaqtim yo'q. Nima ish qilyapsan? Quruq to'nkani sug'oryapman. Qachongacha sug'orasan? Gullar unib ochilguncha. Gullar? O'gay onam buyurganlar. O'gay onang juda ham berahm ekan. Unaqa emas, hamma onaga o'xshash. Isming nima, Suluv qiz? Meni otim Nastya. Nastya? Lekin har kim har xil chaqiradi. Dadam bechora meni Nastinka deydilar. Nastinka. Opam Nastka. O'gay onam jodugar qurib ketgur. Kalta kesak deydi. Nastinka. Jonginam. Menga xotin bo'la qol. Namuncha tez. Nima bo'pti? Qing'irim yo'q, qishig'im yo'q. To'g'ri-ku-ya. Lekin men senga munosib emasman. Nima uchun? Maqtanchoqlikni sira bilmayman. Men maqtanyapmanmi? Ochig'ini aytsam, qo'limdan hamma ish keladi. Yo'q. O'lay agar. Yer haydashga ustaman, kurashtachi pahlavon, baliqchiman, ovchiman, xullasi ish bilarmon. Ana u yoqqa qara. Hozir bir o'q bilan onasini tappa o'ldiraman. Qo'y otma, yosh bolalar bor ekan. Bo'lsa bo'lar, menga nima? Chapa. Nastya! Nastya! Senga nima bo'ldi? Nastya! Nastinka! Gretan! Sen meni nima qilib qo'yding yonima g'irzotiga? Ivanushka! Menda hech qanday gunoh yo'q. No, senga qarta kesdim! Kamon bilan qildim seni xoqtirob, pating bilan qilding sen meni xarob. Kekkayib, yerdayib yurding g'eq atsan, mana endi yiqsanlik qiyasan. Ivan, ayiq kalla. Meni kechiring, qartaygan qo'zi qorin. Kechiring. Ko'rdingmi, Ivan, aytganlaring amalga oshdi. Menga ayiq polvon ta'zim qilyapti, lekin seni bellaring qayishyapti. Siz meni aqlimni kirgazib qo'ydingiz. Endi menga maslahat bering, nima qilsam odam qiyofasiga qayta kiraman. Sho'ring qulur pahlavon, ayiq kalla.
bunday hayotingga nazar tashla. Kimga yaxshilik qilding? Faqat maqtanishni bilding. Husningga ortiqcha bino qo'yding. O'z xursandchiligingni o'ylab boshqalarni xafa qilding. Nastinkani ham bekorga ranjitding. Nastinkani? Qani ayt, kim sendan yaxshilik ko'rdi? Mana senga nasihat, mana senga maslahat. Hali bu gaplarimga tushundingmi, yo'qmi, bilmayman. Buni nimasiga tushunish kerak? Hozir borib duch kelgan kishiga yaxshilik qilaman. So'ng eski qiyofamga kirib olaman. Ivan! Hech narsaga tushunmading, Ivan. Sizlarga qanday yaxshilik qilsam xursand bo'lasizlar? Sizga quruq to'nkada bitgan oq gullar. Har kuni oldingizga kelaman. Har kuni sizlar bilan gaplashaman. Joningizga tekkandirman. Yo'q deng. Unda menga aytingchi. Ivanushka tirikmi? Tirik ekan. Haliyam mendan xafa bo'lib yuribdimi? Xafamasding. Diydor ko'risharmikimiz? Naska, sochnapki. Tezroq. Mana. Boyjon, qo'shimcha tashlang. Bo'ladi. Qani? Bo'ylaringdan o'rgulay. Oyi. Narsani sochi menikidan yaxshi-ku. Seni soching unikidan qimmat, bozordan sotib olganmiz. Tagidan kesib tashlang. Sochini kesolmayman, unda nimasidan sochni uraman. Kesing. Boshiga latta urab, sochini bekitib qo'yamiz. Mayli, shunday qiling. Oydangasa ovqat yeyishni bilasan, echkiga kam qaraysan. Ay, albatta bilib qo'y, endi shunday yurasan.
Qani taqib ko'r. Malika. Xuddi Malikani o'zisan. Rostdan. Voy Malika. Qani. Voy yudim ketdi. O'laman. Sabr qil. Yo'q, Malika emassan. Kimman? Huril Qosim. Qanday xayrli ish qilsam ekan. Voy, chidolmayman. Buvijon, keling yordamlashmoqman. Xudo xayrini bersin. Bir xayrli ish qilgin. Xayrli ish? Ha. Joni dilim bilan. O'zim ham bir xayrli ishni qidirib yurdim. Unday bo'lsa qila qol. O'tiring. Qayoqqa o'tiraman? O'tiring ustiga. O'tin ustiga. Axir sen. O'tiring. Buvijon, olisda turasizmi? Olisda turaman bolam, olisda. Tog'ni orqasida. Tepaga qarab chiqib ketaverasangiz. Juda yaxshi ekanda. Yaxshimi, yomonmi ish qilib charchab qolmasang bo'lgani. Qani endi ketdik. Qizim bechorani nimasini aytay? Tikishni biladi. Bir og'iz gap qaytarmaydi. Ertalab turgan zahoti pechkani yoqadi. Undan keyin pishiradi, kuydiradi. Xullas qo'li kosos, sochi supurgi. Nima aytmaysizmi? 7 qizimda ham bunaqangi qiz topilmaydi. Xudojon, bu gaplarga keragi yo'q. Odamlardan eshitganmiz. Sizni yana ikkinchi qizingiz. Voy Xudoyim, odamlarning gapiga quloq solmang. Oyimni yakka-yakka qizlarim ham bo'laman. U asrandi qizlari. Agar hurmat qilsangiz, o'sha qizingizni ham ko'rsak. Yaxshi. Ko'rsangiz ko'ra qoling. Nastinka. Nastinka. Yo'qachi. Basharam qo'rsin. Nastinka, asal qizim, novat qizim. Mehmonlarga bir ko'rsat o'zingni. Buningiz bizga to'g'ri kelmaydi. Daladagi qo'riqchiga o'xshaydi. Ha, bu tentakni na husni, na qomati bor. Dadasiga tortgan. Axir. Xo'p bo'ladi. Aziz mehmonlar, nima bilan ziyofat qilsam, xursand bo'lasizlar. Go'shtni, baliqmi, nima bo'lsa ham bo'laveradi. O'g'lim g'oz go'shtini juda yaxshi ko'radi. Judayam. Naska. Yo'q. Malikangizni o'zlari tayyorlab kelsinlar. Taomili shunaqa. Oyi, biz qizingizni qanaqa pazandiligini ko'rmoqchimiz. Judayam terlab ketibsan o'g'lim. Kuni suvda. Bir qaraguncha kulbayi vayronam ko'rinmayaptimi? Ko'rindi. O'sha meni ko'shkim bo'ladi. O'g'lim, qirqqa chidading, qirqiriga ham chida. Qushday uchib, yelday yugur. Tezroq. Mana, yetib ham keldik. Mana shu meni ko'shkim bo'ladi. Umring uzoq bo'lsin. Rahmat senga go'zal yigit. Nima? Go'zal yigit? Meni masxara qilyapsizmi? Yo'q. Meni basharamni ko'rmayapsizmi? Voy, ko'rmayapman bolam, ko'rmayapman. Mana 10 yildirki ko'r bo'lib qolganman. Hech narsani ko'rmayman. Buvi, siz ko'r bo'lguncha men ko'r bo'lsam bo'lmasmidi? Nafasingni issiq qil bolam. Qartaygan qo'zi qorinini rosa aldadi. Kim? Endi hech ham oynaga qaramaydi. Kelin qalay ekan? O'zi yulg'uncha, kuyov sevar o'lguncha. Yuzlari anor yang'oq, shuni o'zi baxt solib. Oyjon! Yordam beringlar. Marfusha! Marfusha! Yordam beringlar!
Ulamani qattoroq taqish kerak edi, xudojon. Endi bedim qizimni olmaydilarmi? Yo'q, unaqa emas. O'g'lim hozir uylanishga tayyor. O'g'lim hali juda yosh. Unga kerak qalam qosh. Lekin bunga emas. Ana unga. Nasıl ya kızga? Gampir hassasi qoldi-ku. Bechora hassasiz qanday yuradi? Olib borib berish kerak. Barakalla Ivanishka. Barakalla. Tushum desam tushum emas. Xayol desam xayol emas. Yo o'sha sehrgar chol yana mazay qilyapti. Bir vaqt meni bu yerga pat boshlab kelgan edi. Shu yerda Nastinka bilan uchrashgan edim. To'nkadan gullar unib chiqibdi-ku. Berahm sehrgar meni ermak qilyapti. Uni sehridan qutulmaydiganga o'xshayman. Endi birdan bir yo'l. Alvido, Nastik! Nastinka! Kunlar o'tdi, oy o'tdi. Cholni qulog'i bitdi. Xotin qilgan farmonga, amal qilib o'rmonga olib borar qizini, jigarband qirmizini. Yuragida ko'p alam, yuzi suluq, bo'yni ham alamiga chidolmay, yo'lga chiqdi ring demay. Marfushamga kelgan sovchi Nastinkaga bo'lar xaridor. Sho'r tumshuqni yo'qot o'rmonga, u yerlarda bo'lsin hozir. Yo'q. Mayli xotinim boshimda yong'oq chaqsin. Mayli o'ldirib yuborsin. Seni Nastinka o'rmonga tashlab ketmayman. Qani jonivor, cho'p, uyimizga qaytamiz. Cho'p, qani jonivor. Mayli meni qiymalasin. Mayli qononda qovursin. Endi hech narsadan qo'rqmayman. Endi Nastinka undan tap tortmayman. Men aytaman. Bo'ldi yetar. Cho'p jonivor. Meni qaytib olborsangiz, o'gay onam sizni tiriklay ko'madi. Xayr. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam, rozi bo'ling. Nastinka!
qo'ygandik. Janob. Qarang. Nima? Yetar bizga hokimlik qilganing. Bundan keyin o'chir. Markushinka, uyga kir. Shamollab qamagin tag'in. Qirab baq. Shoshmay tur hali. Uycha, hey, uycha. O'rmonga yuz o'girib qaragin menga picha. Nima kerak? Divan, chaqirilmagan mehmon. Uyimni burib qo'yding, buning ustiga kelib, voy, meni uyg'otib qo'yding. Uyim edi joyida, burishlikmi qo'ydi. Xafa bo'lmang, yalmog'iz. Yordam bering buvijon. Nastinkani qutqaray. Boray, ayting qay tomon? Mendan kutma marhamat. Tuyog'ingni siqillar. Qani kulmam? Quloq sol, o'rmonga o'girilib, Ivanga ters bo'l. O'rmonga emas, menga qara. Ivanga emas, menga qara. O'rmonga emas, menga qara. Ivanga emas, menga qara. Yo'qol, yesoni. Baribir meni aytganim bo'ladi. Ey uycha, menga qara. Menga qara. Menga qara. Menga qara. Menga qara. Menga qara. Menga. Mayli. Ammo seni aytganing uzoqqa bormaydi. Kuchingga ishonaverma. Qani seni kuchingni ishlat, men sehrimni ishlatay. İnslar, cinslar, amrimga quloq soling. Getiringiz bu yoqqa. Javob qilay tezroq qayvochoqqa. Qo'lga tushib qutulmaysan Ivanjon. Zo'r bermagin oyoqqa. Go'shti yeyman baribir. Jo'rtaga emas, oyoq turashim kampir. Jo'rtaga emas. Hech kim meni belga o'tkazganmas. Otash peshga aslo qalaganmas. Belga qanday o'tiray? Ko'rsating oldin menga. Qani? Ushladim. Yoshlar, beboshlar, qachon odam bo'lasizlar bilmayman. Buning nimasi qiyin ekan, hayronman. Mana senga shundan Oy, qo'rqdim! Oy, qo'rqdim! Ana shu qaniyroq qolinglar, yo'qsa o'tin turib tashlayman. Ey, yuragi yo'q, qo'qaylar! Rahim qilyapsiz. Yo'qsa o'lay dedi. Kul bo'lib qaraydim. Qalay, maza qildingmi kampir? Ay shum kampir ayt menga, Nastikani qayerda topgan bo'ladi? Uni qanday qutqarsam bo'ladi? Sabr qil shum kampir, sabr qil. Hozir. O'rmondagi ko'k archa, yaproqlari nacha.
yashil libos englingda, o'zlari shoh betingda, sahra tortish chillada, sovuq turgan pallada, bo'ron oppoq qop purkab, oq libosga u o'rab, alla aytar qoshingda, parvonadir boshingda. Alla alla archajon, sovuq yema hech qachon. Alla alla archajon, sovuq yema hech qachon. Yo, acaba qayoqdan kelib qolding, ha? Uyimdan. Uyimdan? Sovuq yemadingmi, opoq qiz, ha? Yo'q, sovuq yemadim, Ayoz bobo. Sovuq emas. Endi sovuq yemayapsanmi, opoq qiz? Yo'q, sovuq emas. Sovuq emas, bobojon. Yaxshi qiz ekansan. Aqlli qiz ekansan. Mana mening postimni yopinib ol, shakar qiz. Isinib olasan. O'zingizchi, bobojon. So'qitasiz-ku. Kim? Menmi? Voy qushcha. Ovora bo'lma qizim. Endi uyg'onmaydi. Butun borliqni muzlatadigan kuchim hassamda. Juda ham beraqim ekansiz. Bag'ri tosh ekansiz. Unaqa dema qizim, men ham rahmdilman. Sinchilikka men ham achinaman. Lekin kimda kim meni hassamga tegib ketsa, hech qachon uyg'onmaydi. Senga nima bo'ldi qizim? Muzlab ketyapman. Nima bo'ldi qizalog'im? Bilmadim, bobojon. Hay ha! O'zinglar o'zi charchala. Bir kunda paydo bo'l. O'zingni tut qizim, o'zingni tut. Muzlab qolma. Barakalla qizim, ha, barakalla. Hali seni to'yingda-chi, o'zim xizmat qilaman, ha, o'zim xizmat qilaman. Qani, o'zi charchay! Nastinga muhabbat. Bo'lmagan gap. Men senga azizim, voy terisdan tikilgan po'stin. Haqsiz. Tepkilab ki shamollab qolma. Nima? Qor yilma
mani. Mana senga mana o'zi yurar, o'zi uchar chana, o'zi yurar, o'zi uchar. Shu chanaga o'tirsang, naslingani ko'rasan, murodingga yetasan. Po'stinimni hali oxiri tushmagan. Qaytarib berishni unutma. Rosa poplab aldadim, siltadim. Rosa poplab aldadim. Voy, qurib ketkurradi kuling. Sultanım. Voy o'laman! Voy o'laman! O'zimni o'qqa urayman. O'zimni cho'qqa urayman. A'zoyi badanim o'lib ketyapti. Endi bezgak ham istig'am yo'q. Bu odamlarga qanday chiqayman? Miyav, miyav. Oh, na uxlay olaman, na ovqat yeya olaman. Bu chaqirilmagan mehmon meni xafa qilib ketdi. Xafa qilib. Niyatim yeyish edi. Yeyolmadim, attang. Ahmoq qilib u meni berga o'tkazdi, qarang. So'g' o'tmas jonivor, xizmatimga bo'l tayyor. Junlaring mayin ekan, uy joying tayin ekan. Agar bo'lsang sen tolib, chena ortidan borib o'ldirasan o qizni, Ivan sevgan qirmizni. Endi hamma ish joyida bo'ladi. Hech qisi yo'q, xafa bo'lma qizim. Oxir yaxshi bo'ladi. U seni hech qachon unutib yormaydi. Xo'p. Men o'rmonga borib, qayin archalardan xabar olib kelay. Eson omon turishganmi ular? Sen uylarni yig'ishtirib tur. Opa qizim zerikib qolma, men tezda qaytaman. Ha? Bir gap bo'ldimi?
Qayoqqa ketyapsan, yasachigan chol? Uyga kir deyapman. Uyga qizim. Uyga kir. Quridi. Kir deyapman, sen uyga kir. Mushukcha. Yaxshi kelding. Qayoqqa to'xta? Kimda kim mening hassamga tegib ketsa, u hech qachon uyg'onmaydi. Archa, 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 yaproqlarni inacha. Archa, 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 yaproqlari inacha. Archa jon sog'u yema. Qanaqa qo'yibmiz-ku? Yaxshi emas. Hozir kumush libos kiydiramiz. Xom kalla qari cholmiyam qursin, hassamni unutib qo'shiqda qoldiribman-ku. Uyga keldi mehmon, eshigingni och mezbon. Bu men Nastinka qaytib keldim. Nastinka, voy bechora qizim, bechora qizim. Biya suygan ahmoqjon, nima qilib qo'yding? Nima qilib qo'yding? Qalay? Barakalla. Hozir sizlarni ziyofat qilaman. Xizmat qilding sen halol. Evaziga azizim qaymoq berishi lozim. Maza qilib to'yib ol. Kupsup. Kupsup. Xursand bo'ldi yalmog'iz, gapirmasdan bir og'iz. Aytganimni qilding soz, ko'rsatay senga e'zoz. Yaxshimisan, Ivan? Yetim qo'zi. Salom, Ayoz bobo. Sen Nastikani qidirib keldingmi? Nastinka. Uxlayotibdi. Nega kunduz uxlayapti? U kechayu kunduz uxlaydi, Ivanushka.
Meni kechir Nastinka. Seni bekorga xafa qildim. Kechir. Настенька. Ivanushka, judayam chiroyli bo'lib ketibsan. Rostdan, ha? Avvalgidan ham chiroylisan. Endi men butunlay boshqa odamman. Ilgarilari yolg'iz o'zimni o'ylardim. Hozir odamlar uchun har qanday yaxshilik qilishga tayyorman. Endi men butunlay o'zgardim. Voy, yuzingga bir qara. Nima? Avtobasharang yana ayiqqa aylanyapti. Aha. Hazil Ivanushka. Nastinka. Qol! Ko'zimga ko'rinma! Ey azam chitekin tomoqlar! Gapir, endi nima qildik? Ha? Bir urib ko'ramiz. Boshqa erlar ham ahmoq, lekin senchalik emas. Har holda o'z qizini o'rmonga tashlab kelmas. Bo'rilarga sho'rlikni aslo yem qilib qo'ymas. O'chir ovozingni iflos. Xo'p bo'ladi. Nastinka bo'lgandami hozir sochlardan burab, urib, tepib hovrimdan tushgan bo'lar. Sen ahmoq cholni burab tortgani. Na soqoling bor, na soching bor. Mana seni deb anor qizimni xafa qilib qo'ydim. Naska bo'lgandami hozir? Kelishyapti. Qaylig'im bu. Ivanushka. Kunlardan bir kun dadajon. Menga Ayoz bobo duch kelib qoldi. Keyin ko'shkiga olib ketdi. Ivanga nikohlab qo'ydi meni. Sovg'a salomlar berdi. Qaranglar, bu bola juda ham darnoy ekan. Haqiqiy malikalarga o'xshaydi. Haqiqiy malikalarga. Marfusha bo'lsa badbasharat ketishga o'xshaydi. Qani bu yerdan jo'nayinglar, qorang uchkurlar. Marfushinka kim ketib ekanini men senlarga ko'rsatib qo'yaman. Hozir oyoqlaringni urib sindiraman. O'zingni bosib qaningga ketmaysan. Marfusha, qayliq kerak. Menga davlat kerak. Yo'lga chiqdi sho'llik chol. Botsa hamki ko'p malol. Katta archa tagida, qaylig'ini dardida, Marfushga qolmoq bo'lsin, sovg'asin olmoq bo'lsin.
sovuqmasmi opaq qiz? Esing joyidami? Ko'rib turibsan-ku, qo'l-oyoqlarim sovuqda muzlab qoldi. Voy, qanday qiziq qiz ekan. Endi shoyim qiz, biroz issiq o'tdimi? Menga qayliq topib ber. Beradigan seping ham ko'proq bo'lsin, qari chol. Tezroq bo'l. Ayiq uyi jar bo'yi, orom olishdir o'yi, orom olishdir o'yi. Tulki uyi qor tagi, qarg'a yotar uyada. Qaroqchilar qayerda? Hech qayerda. Na joyi bor, na uyi. Oh, judayam sovqatdir. Oh, judayam sovqatdir. Ни халам, ни двора. Ох и голодно нам, ох и голодно нам. Gel! Jo'jo'laringga bor. Tezroq! Hozir ishlaymiz. Tayyorlaninglar. Ana kelyapti. Jonimiz ketdilar-da. Qar. Xush ko'rdik, sohib jamoat. Ey, qaraqchi yigitlar, sizga bo'lsin salomlar. Kerakmasmi sizlarga? Nima? Oltin kumush xazina, durru gavhar marvarid, tanga chaqa tu behisob sovg'a qilar kamina. Qani ber. Mana qo'yinglar. Mana. Ularga bo'lsin chaqa, sizga mana bu tilla. O'tin ishni bajaring, keyin tillani oling. Mug'ambire. Voy, meni asqadim. Voy, sekin. Gap shunday og'ayinlar, bir ish bor juda oson, keyin qilmang pushaymon. Hozir mana shu yo'ldan chiqarmangiz siz ko'ldan. Ivan o'tar yor bilan uni ushlab bog'laysiz va o'limga chorlaysiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Joy-joyingizga boring. Mana hozir marhamat.
Qoravayron kabandaroq qilding, hozir ko'rasan. Ivan, yerga o'tkazish qanaqa bo'lishini men senga ko'rsatib qo'yaman. Yo'qinglar! Ahmoqlar! Qo'rqoqlar! Olg'a! Voy! Voy! Birgim! Yigitlar, o'zimizni to'qmoqlar. Ivanushka! Nastinka! Gelme kız Ivanushka! Ivanushka, shafqat qilib, Shafqat qilib boqma! Ivanushka! Nastinka. Naskaga u bir sandiq mol bergandi. Marfushaga Erkatoyga 2 sandiq mol beradi. 2. Yo'q. 4 sandiq u 2 quti oltin beradi. Nima uchun 2 quti ekan? 4 sandiq bo'lgandan keyin 4 quti bo'ladi. U naskani dehqonga berdi. Marfushinka jonimni bo'lsa boy badolatga beradi. Kelishyapti. Seplerin kanı. Qalay? Pul. Tur shallarga. Piva içtik, bol yedik. El ağzıda ikkoving ertak bo'lib qoldik. Ertagim kuylab kalom. Film G'ayratbek Abdulahadov tomonidan HD formatga o'zgartirildi. E'tiboringiz uchun rahmat.